Ular og'iz bilan nafas olib turing, og'iz bilan. Endi bitta burun bilan to'yib nafas olib berasiz. Qani bitta olingchi. Burun bilan? Burun bilan endi. Bitta yaxshilab. Zo'r. Bor ekan haqiqatan. Qalay? Zo'r gap yo'q. Yaxshimi? Ya Allohga shukr. Oldingidan yaxshimi? Juda zo'r. Necha foiz yaxshi oldingidan? 200% desam bo'ladi. Nice. Oxirgi payt necha maqil kuniga spray sepadi, naftingizni tomizadigan bo'luvdingiz? Bir payt yarim soat, 1 soat. Oldin. Har minutda. Bu ochmasdi bir payt. Qalay endi nafas olish? Zo'r gap yo'q. Necha kun bo'ldi? 5 kun, 6 kun bo'ldi. Men mazaq nafas olyapti. Bu bir oy nafas olmay qiynalib yurdim. Hozir boshingiz og'rimayaptimi? Yo'q, juda ko'p narsani qiynab yurgan ekan men. Og'iz qurishlar, qizil o'ngash qurishi, apparatlarga endoskopiyaga qizil o'ngash tushirib yuribman. Nima qizil o'ngashni ovqat o'tmaydi. U qurib qolgan ekan qizil o'ngash. Hozir yaxshimi hammasi? Yo'q, ovqat yaxshi o'tyapti qizil o'ngashda. Xudo xolasa undan keyin zo'r bo'ladi, undan ham yaxshi bo'ladi. Kundan kunga yana ochilib boradi. Va naftingizni unutib yuborasiz endi xudo xolasa. Bo'ldi. Boshqa sevmaysiz. Uni asoratlari, boshingizga og'riq, yuragingiz o'ynab ketishlari, xudo xolasa u narsalar ham qolib ketadi.